Onasiz, qo'lingizda kichkina farzandingiz bor. Farzandingiz sizni ko'p vaqtingiz va kuchingizni oladi. Atrofingizda hamma muvaffaqiyatga erishayotgandek, sizdan o'zib ketayotgandek, sizdan ko'ra to'laqonli hayot yashayotgandek tuyulyaptimi? Balki shunaqadir. Lekin siz dunyodagi eng katta, og'ir, mas'uliyatli ishni bajarmoqdasiz. Farzandni 9 oy ko'tarib yurib, uni dunyoga keltirib, eson-omon katta qilib, endi kelgusida uni chiroyli tarbiya qilib, hozirgi tendensiyalarga ko'ra psixologik travmasiz katta qilishga harakat qilayotganingizni o'ziyam dunyodagi eng katta ish. Eng katta ish. Va bu sizni charchayotganingiz, boshqa narsalarga kuchingiz, vaqtingiz kam qolayotgani bu tabiiy. O'sha ortib qolayotgan vaqtimda bir narsa qilib olay, boshqalarni orqasidan ulgurib qolay deb o'zingizni qiynab qo'ymang. Agar ortiqcha vaqtingizdagi qilayotgan ishingiz sizga resurs bersa, undan maza qilsangiz, bu boshqa narsa. Lekin agar siz boshqalarning orqasidan shunchaki qolib ketyapman deb marafonda yugurgandek yugurmoqchi bo'lsangiz, siz noto'g'ri yo'ldasiz.